nimaga olyapsan? Boshlading meni shu ishingni. Tavba. Reklama qilib beraman. Hammadan qutulsam qutulaman, sendan qutulolmayman. Shuni kiyib ko'rsatishim kerakmi? Bo'ldi, kiyib ko'rsataman. Buni boshqa fasondagilarni ham ko'rsatib beraman obunachilarimizga. Hamma hech kim meni videoga ololmaydi, o'g'limdan boshqa, lekin o'g'limga hech ham yo'q deya olmayman, chunki hamma ona ham menimcha farzandiga yo'q deya olmasa kerak. Bu oyoq kiyimlarimizdan juda ham chiroyli. Mana bunaqa oldi yopiq variantlari ham kelgan, bularni sizga kiyib ko'rsatib beraman. Juda chiroyli. Gapligi ham bemalol kiysa bo'ladi. Oyoqqa kiyganda ham rosa chiroyli, udobniy. O'zimga ham juda ham yoqdi. Mana kuz sezon kelyapti. Mana bunaqa oldilari yopiqqina, orqalari ochiqqina. O'zim men 37-38 kiyman, hozir mana bu 36. Juda yurganda ham udobniy ekan. Bulardan juda ham ko'p rasvetkalar kiygan. Hozir bularni ko'rsatib o'taman bitta-bitta. Mana bunaqa rasvetkalar ham kiygan. Onajonlarimiz uchun mana bu. Yaqindan ko'rsat mana. Yonlari ham bu original korobka dokumentli. Buning patelkalari ham bor, lekin bizda originali. Buni oldilari yopiqqina variant ekan, juda ham chiroyli turadi oyoqqa ham. Toshchalari ham miltillab yonib turibdi, mayda toshchalari. Bu eng kichik razmer, o'zi aslida meni razmerim 38. Mana rasvetkalari ham bor. Juda ham chiroyli, mana bu tomonlarini ham qarang. Rosa ham chiroyli. O'g'lim qo'ymaganiga reklama qilib beraman. Eng ko'p sotilgani. Bizda buyruq hisobiga to'g'risini aytaman. Do'konimda eng ko'p sotilgan oyoq kiyimlardan. Orqalari oyoqlarni ushlab turish uchun juda ham chiroyli. Hozirgi kunda eng keyin bizda shkolniga ham, maktabga ham juda ham chiroyli oyoq kiyimlardan kelgan, bog'ichlik, bog'ichsiz variantlarimiz juda ham ko'p, har xil turdagi. Mana qanday oyoq kiyimlarimizdan bor. Endi o'g'lim qo'ymaydi-da, oyisi bitta kiyib ko'rsating degani uchun ham kiyib ko'rsatyapman. Mana bunaqa krossovkalar har xil. Lekin mana bunaqa oyoq kiyimlarimiz juda ham chiroyli, yangi moda bo'lgan, buni rasvetkalari ko'p. Rasvetkalarni bitta ko'rsataman. Juda ham hozirgi kunda trendga chiqqan korobka dokumentli originali. Buni oqi ham bor. Oqlari ham juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli. Buni seri rangi, keyin original bo'lgan larapyanalarimiz, qarang mana bu. Buni men lekin tushunmadim-da. Buni mana bunaqa narsalari ham chiqdi-da. Bularni nima, kim biladi? Kommentariyaga yozingizda. Mana bunaqa o'zi korobka dokumentli, o'zining etiketkalari. Hamma narsasi ashqar ko'p bo'lar ekan-da, o'zi original oyoq kiyimlarni. Nima uchunligini lekin o'zim bilmadim. Buni ham rasvetkalari bor, har xil turdagi. Sizlarni Yunusobod filialimizda kutib qolamiz. Bu oyoq kiyimlarimiz Yunusobod filialimizda.